Yakkasaroy tuman hokimi Alabergenova Nilufar Anvarovna. Bugun biz hammamiz uchun o'ta quvonchli sana. 48-maktabning yangi o'quv binosini ochilish marosimida yig'ildik. Bu nafaqat ushbu maktab jamoasi, balki butun mahallamiz uchun katta yutuqdir. Prezidentimizning 2023-yil 25-dekabrda qabul qilingan qarorlari asosida 660 o'rinli yangi zamonaviy o'quv binosi qurib, bugungi kunda foydalanishga topshirilmoqda. Shuning uchun barchamizni yangi maktab binosi ochilishi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilm yo'lida omad va zafarlar yor bo'lsin. Toshganim onam, toshganim onam, toshganim onam. Aslanlar elkasi, ko'nglimning bekasi, orzular ertasi, bahor, bahor. To announce that the building designed for the primary school has been finally developed. So, and dear guests, we are gladly inviting you to come inside and estimate everything, including we would like to also thank the authorities, construction team, and the people who contributed to making this project a reality. Welcome. Bonjour à tous. Je voudrais remercier tout au nom des élèves, professeurs, notre mahalla. Puisque dans notre école, on étudie un grand nombre des élèves, le nouveau bâtiment aidera à distribuer correctement tous les écoliers. Encore, je veux dire merci pour la possibilité d'accepter les connaissances dans un nouvel, moderne bâtiment. Merci beaucoup. Men ota-ona sifatida mana shunday qulay sharoitlarni yaratib bergan avvalambor prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bunday qulay sharoitlarni yaratish va albatta bu yerda tahsil olayotgan o'zimizni farzandlarimiz uchun qanchalik motivatsiya bo'lgani bu biz ota-onalarga ayon. Barcha o'quvchilarga omad, zafar yor bo'lishini tilab qolamiz. Agar sizlar yaxshi mehnat qilsangiz, bolalarni yaxshi tarbiya qiladi. Sizlarga baxt, saodat, jamoatchilik, omad tilaymiz. Katta rahmat.